Hozir mana yomg'ir mavsum. Hozir men qo'shnilarnikida svet yo'q, svet avaliyni o'chib qoldi, lekin biznikida svet bor. Mana hozir ko'ramiz. Mana svetni ko'rish mumkin. Deyapti. Quvasoylik Habibullo Teshaboyev xonadoniga o'tgan yilda 5 kilovatli quyosh paneli o'rnatilgan. U tartibsiz svet o'chaverganidan shunga majbur bo'lganini aytadi. Uyimizda duxkonturni kotel qo'yilgan. Shunaqa holat bo'ldiki, qishda sovuq kunlarida 3 kunga svet o'chib qoldi. 3 kun uylar muzlab sovib ketdi. Shu muammo kelib chiqqandan keyin o'rnatdim o'tgan yili. Hozirda O'zbekiston aholisining aksariyatida quyosh panellariga nisbatan ehtiyojlarimizga yarasha yetarli muqobil energiya ishlab chiqara olmaydi. Mazmunidagi ishonchsizlik kayfiyati yuqori. Biroq qahramonimiz muqobil energiya iste'moliga o'tgandan so'ng uning fikrlari ijobiy bo'ldi. Juda ham yaxshi, effekti yaxshi. Mana qishda потребление 700 kilovat ekan. 200 kilovat men limitdan oshganim yo'q. 500 kilovatni quyosh panel berdi-da, o'sha 200 kilovatdan oshmaganligi sababli 90 minggacha pul to'ladim xolos. 70 ming, 80 ming oyiga to'ladim. Agar shu quyosh panel bo'lmaganda men 600 ming, 700 mingga yaqin pul to'lashim kerak. Apparatlar qo'ygan. Habibullo Teshaboyev ayni kunlarda ehtiyojidan tashqari ishlab chiqarilgan elektr energiyasini davlatga sotmoqda. Soliq tizimiga kirsak, soliq tizimidan quyoshli xonadon bor. Quyoshli xonadondan ro'yxatdan o'tgan. Kunlikda oladigan bo'lsak, mana kundalik chiqarayotgan toklarda ortiqchasini ko'rsatib turadi. +13, +2 mana kecha +19 kilovat chiqargan bo'lsa, hozir 3 kun oldin hisob kitob boshlangan bo'lsa, 24 ming so'm sifatida hozir 24 ming so'mga ortiqcha pul hisoblab qo'ygan. Pul kartaga pul o'tkazishni bosgandan keyin mana cashback summasi bor. Oyda oxiriga kelgandan keyin mana summa paydo bo'ladi. Kartani o'tkazishni bossangiz kartaga pul tushadi avtomatik tarzda. Shu bilan bir qator net billing tizimi bor. Mana net billing tizimida ko'rishimiz mumkin. Kundalik statistikani ko'rsatib turadi. Kunda oladigan bo'lsak, kun degan joyi bor va elektr energiya va quyosh paneli. Quyosh panelini tanlaydigan bo'lsak, mana ishlab quyosh panelim sotayotgan o yashili kunda ortiqchasidan iste'molim, ko'kdagisi iste'molimdan tashqari sotayotganini ko'rsatadi. Iste'mol ya'ni mana 129 kilovat iste'mol, qaytish 157 kilovat. 157 kilovat degani yana hozirgida +30 kilovat men foydada turibman. O'sha o'zingizdan orttirib, ya'ni men 300 kilovat ishlatgan bo'lsam, 300 kilovatdan tashqari 800 kilovat chiqargan bo'lsa, 500 kilovat pulini menga davlat 500 ming so'm tushirib berib turdi oyiga. Oddiy fuqaroning davlatga elektr energiyasini sotish O'zbekistonda 2023-yilgacha qadar kutilmagan noodatiy holat edi. Bu esa mamlakatda qonunchilik bilan mustahkamlangan. Habibulloning iste'molchidan muqobil energiya sotuvchisiga aylangani quloqdan quloqqa o'tib, qo'shnilari va oshnalarining qiziqishlariga ham sabab bo'ldi. Qo'shnilar ham so'raydi yoki o'rtoqlar so'raydi, "Yo'q, davlatga nima foyda? Ishlab chiqarilayotgan energiya hozirgi kunda bilamiz, tan narxi bizga berilayotgan narxdan ko'ra juda qimmatroq. O'shaning evaziga davlatga bu har bitta qo'ygan odam foyda keltiradi. Mana bugungi kunda 1000 so'mdan to'layotgan bo'lsa, ertaga to'xtab qolmaydimi degan savol ham bo'lyapti. Qonunda, ya'ni qarorlarda ko'rsatib qo'ygan, uстановка qilinib, ishga tushirilgan paytdan boshlab 10 yilgacha pul to'lab turiladi degan kafolat berilgan. O'zbekistonda qisqa fursatlarda aholi xonadonlari va tadbirkorlik subyektlari davlat idoralariga quyosh panellarini o'rnatish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. O'zbekistonda energetikaga oid navbatdagi davlat idorasi Energiya samaradorligi milliy agentligi tashkil etildi. Biroq bu to'g'risida Bakiro ijtimoiy tarmog'i shunday yozmoqda. Aholiga beriladigan yashil ta'mir kreditlari bo'yicha foiz stavkasining bir qismi agentlik mablag'lari hisobidan qoplanadi. Energiya samaradorlikka erishish va kurashish kerak. Lekin nega yana subsidiyalash va yana bir navbatdagi vazirlik yaratish bilan? Nima uchun ochiq bozor va raqobat yaratish bilan emas? Assalomu alaykum. Quyosh panellari o'rnatish markazi operator Mohigul eshitaman opajon, nima xizmat? Hatto respublika va viloyatlarda maxsus ishchi shtablari tashkil etilib, unga kuch ishlatar tizimlardan biri Respublika prokuraturasi bu ishlarga mas'ul etib belgilandi. Avvalroq Energetika vazirligi 2 yil ichida aholi va xo'jalik subyektlarining kamida 50% tomonlarini quyosh paneli bilan qoplash rejasini ochiqlagan edi.
Ushbu xabar ortida shtablarda ishchi guruhlari, mahalliy hokimliklar, prokuratura va soliq organlari tomonidan aholi vakillari, tadbirkorlar, davlat xizmatchilari, byudjetdan oylik oluvchilar quyosh panellari o'rnatishga ommaviy majburlash boshlanib ketdi. Bosh tortgan ishbilarmonlari esa elektr tarmog'idan uzib tashlandi. Bu esa mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlarda o'z aksini berdi. Tadbirkorlarni quyosh paneli o'rnatasan deb elektr tarmog'idan uzib qo'yishyapti. Eng qizig'i, shartnomani prokuror aytgan joy bilan qilish kerak, majburiy ekan. Tadbirkorlarga viloyat prokuraturasi va soliq boshqarmasi tomonidan quyosh panellarini majburiy sotib olish yuzasidan og'zaki buyruq berilyapti. Masalan, restoran egalari 50 kilovatli quyosh paneli olishi kerak ekan. Bu 250 million so'mdan oshiq to'lov degani. Shahardagi restoran, kafe, to'yxona, xususiy klinikalar qarzi bo'lmasa ham elektrdan uzishyapti. Mamlakatda bolalar tagliklari, avtomobillar, elektroskuterlar kabi o'nlab mahalliylashtirilgan mahsulotlar fonida sog'lom raqobatning sindirilishi yuzasidan xavotirlar bildirilmoqda. Faqatgina quyosh paneli emas, hamma sohada shundayda o'zinikini o'tkazish kerak. Endi majburlash bu endi korrupsion sxemaga olib boradi. Misol quyosh paneli siz ishlab chiqarasiz. Men deylik Germaniyadan olib kelaman. Shunga ham to'siq qilib berishadi-da. Aylanib o'rgilib majbur siznikidan oladi. Erkin iqtisod yo'q, erkin bozor yo'q. Erkin bozorda doim xaridorga tanlov bo'lishi kerak. Bozorga chiqsangiz sizga bitta mahsulot ko'rsatyapti. Bu tanlovi yo'qligi. Davlat mana buni sotib ol deyish kerak emas. Sotib ol deyapti. Muammo kimniki? Tadbirkornikimi, davlatnikimi? Davlatniki, chunki davlat yetkazib bera olmayapti svetda. Internet tarmoqlaridagi noroziliklar hukumat siyosatining birmuncha yumshashiga sabab bo'ldi. Mahalliy mutaxassislarning fikricha, olib borilgan targ'ibot va tushuntirish ishlari ham jamoatchilik uchun turli darajada ta'sirli bo'lgan. Farhod Isoqov elektron raqamli imzo kaliti olgani tumandagi davlat xizmatlari markaziga kelgan. Bu yerda unga davlat xizmatchilari quyosh panellarini o'rnatishini va uning afzalliklarini tushuntirib berishgandi. Shundan so'ng u kredit rasmiylashtirib 10 kilovat quvvatli quyosh paneli o'rnatdi. Kirganimda quyosh panelini taklif qilishdi, qo'ydirdim, yaxshi effekt berdi, mana yorug' bo'lyapti. Endi yana bir marta yana olmoqchiman, yana qo'yib qo'shnilarga, boshqa nimalarga, tadbirkorlarga sotmoqchiman. Bizga yana bir turtki bo'lgani, bu yerda shu adliya xodimlari tavsiya beradi, shuni qo'ydik, rahmat. Endi hozirdan ozgina sezyapmiz iqtisodiy manfaatni. Bu yangilik, baribir qo'yishsa yaxshi bo'ladi. Buni zarari yo'q, foyda, hammaga foyda. Quyosh paneli bilan ishlaydigan sug'orish hududimiz 150 ta, shu ko'rib turgan sug'orish hududi 150 ta xonadonga 30 gektar maydonga xizmat ko'rsatadi. Avvallari davlat tomonidan elektr energiyani olib ishlatiladigan skvajlarda hisob-kitob qilinganda 300 million 320 million so'mgacha elektr energiya sarf qilardi. Hozirda mana Quvasoy shahar hamda Farg'ona tumanlarida suv ta'minoti qiyin bo'lganligi sababli asosan sug'orish manbasi sug'orish hududlaridan. Shuning uchun elektr energiyani tejash maqsadida hamma sug'orish hududlariga shu quyosh panellarini o'rnatib, faqatgina quyosh panellaridan foydalanish yo'lga qo'yiladi. Quvasoy shaharda 200 dan ortiq sug'orish hududlari bor. Agarda bu Quvasoy shaharni o'zini elektr energiyadan uzib turib faqat quyosh panelidan foydalanadigan bo'lsak, bu davlat byudjetiga ham ancha foyda bo'ladi. Quvasoy shahar Shipon qishlog'ida turibmiz. Yaqinda ham mana o'sha Yevrosoyuzdan kelib, mehmonlar kelib buni ko'rib ketishdi. Ular ham nihoyatda xursand bo'ldi. Aholimiz ham nihoyatda xursand. Bu nihoyatda bu yaxshi narsa ekan. Issiqni tanlamas ekan, boshqa bir shamolni sezmas ekan. Bu simi uzilib ketdi, bo'lmas ekan. O'sha kelgan mehmonlarga biz o'sha iltimos qildik, agar buni iloji bo'lsa buni ko'paytirish kerak ekan. So'nggi 3 yil davomida O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya yordamida ishlaydigan uskunalar, quyosh panellari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha yirik loyihalar amalga oshirildi. Masalan,
Farg'ona viloyatida yangi tashkil etilgan sanoat zonalarida jami 430 million dollarlik 7 ta yirik loyihalar ishga tushirildi. Jumladan Quvasoy shahridagi ushbu zavodda 10 million dollar investitsiya asosida quyosh panellari va quyosh panelli ko'cha chiroqlari quvvatlovchi batareyalar ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda zavodimizda kuniga 200-250 ta quyosh paneli va 300 tadan ortiq bo'lgan ko'cha chiroqlarini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Farg'ona viloyatida o'tgan yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'rnatishga bo'lgan targ'ibot va tashviqot ishlari natijasida ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralarida 1835 ta, tadbirkorlik subyektlarida 2765 ta, aholi xonadonlarida esa 6745 ta quyosh panellari o'rnatilishga erishilgan. Quyoshli xonadon dasturi doirasida xonadoniga quyosh panellari o'rnatgan jismoniy shaxslarga quyosh paneli orqali ishlab chiqarilgan va mamlakat yagona elektr tizimiga uzatilgan elektr energiyasining har bir kilovatt soati uchun 1000 so'mdan subsidiya to'lab berilmoqda. Quyosh paneli orqali ishlab chiqarilgan va yagona O'zbekiston 24 davlat telekanalining tarqatgan ma'lumotlariga qaraganda, joriy yilning birinchi choragida 12746 nafar jismoniy shaxs elektr tarmoqlariga o'tkazgan quyosh energiyasi uchun 8 milliard 147 million so'm davlat byudjetidan subsidiya olgan. Qahramonimiz Habibullo Teshaboyev ham Quvasoy shahar davlat xizmatlari markazi direktori, ya'ni davlat xizmatchisi sifatida muqobil energiya manbalari afzalliklarini va ahamiyati yuzasidan targ'ibot ishlarida faol qatnashgan. Hozirda u o'z xonadonidagi quyosh panellari quvvatini oshirish ustida bosh qotirgan. Bu yaxshisidan-da mana ikki tomonlama uradi quyoshda. 110 dollar, ha? Ha, 110 dollar. Kredit rasmiylashtiryapmiz. O'sha narsalarga hozir 20 kilovat qo'yishni rejalar qilib qo'ydik. Hozir quyosh panellaridan kelishib qo'yganmiz. Hisob kitobim bo'yicha agar 120 millionga 30 kilovatligini qo'yadigan bo'lsak, bir oyda 1200 dan qish oylarida, yoz oylarida 1,5 mingdan undan ham yuqori berishi mumkin. Ya'ni 4000-4,5 ming degani ortiqchasini chiqarib olsa 4 million 4,5 million pul. Men kreditni 4 milliondan to'lasam, hattoki o'sha qo'ygan kreditga olib qo'ygan quyosh panelim o'zini qoplab, bundan tashqari menga 500 ming foyda ham keltirib beradi. Ana pachkani buzgan ekan-da.